Yaponiyaning gapi chiqsa biz doim yapon pakarlar deb ancha mansitmaymiz. Dal biz mansitmaymiz kichik davlatdan tarixda 30 dan oshiq Nobel mukofotiga erishgan odamlar chiqqan. Yaqinda ahmoq deb qaralgan yaponiyalik bir tadqiqotchi 2025-yillik Nobel mukofotiga erishdi. Bu boshqa birisi emas, Dalmush Osaka universitetininki professori Sakaguchi. U nurg'un yillardan buyon odam bedenining immun sistemasi, ya'ni tizgilgich T hujayralarni tadqiq qilgan. Undaqda T hujayra degan nima? Bizning bedenimizda nurg'un immun askarlar bor bo'ldi. Bu T hujayralar odam bedeniga kirgan viruslarni va mikroblarni o'ldirdi. O'ldirib bo'lgandan keyin buni to'xtatadigan tizginlash bo'lmasa, odam bedenining o'ziga hujum qilib qo'ydi. Bu ahvol ostida odam bedenida o'yilmagan immun kasalliklarni barpo qilib qo'ydi. Sakaguchi professor dal mushu tizginligich T hujayralarni bayqab chiqqan. Bunda bayqab chiqish balkim kelgusida nurg'un kasalliklarga oldini olishga foydasi bo'lishi mumkin. Uning bu bayqishidan nurg'un odamlar buni tushunmay qoldi. Chunki normal holatdan immun kuchi qancha kuchli bo'lsa, odam bedeniga bo'lgan ta'sir shuncha yaxshi deb qaraladi. Biroq Sakaguchi professor bu immun kuchini qanday qilganda to'xtatib bo'ldi deb o'ziga bir savol qo'ydi. İmmun kuchini bu bir mashinaga o'xshasak, immun hujayrasini bu mashinaning motori deb qarasak, bu mashinaning motori to'xtashni bilmasa, u uzluksiz harakat qilgan holatda bu mashina uchun intayin ziyon olib keldi. Albatta odam bedeni shunga o'xshash. Odam bedenining immun kuchi o'z vaqtida to'xtashni bilmasa, odam bedeniga nurg'un kasalliklarni barpo qildi. Ya'ni immun kasalliklarni. Buning ichida revmatizm, qand kasali, ya'ni qizil dog' kasali degandek kasalliklarni barpo qildi. Agar tizginlash kuchi bor bo'lsa, mashina normal suratda manglaydi ham to'xtay oladi. Odam bedeni shunga o'xshash. Immun kuchininki T hujayrasi odamningki bedeniga kirgan viruslarni o'ldirib bo'lgandan keyin to'xtashni bilsa, u holatda odam bedeniga paydo bo'lgan ba'zi bir yo'q kasallarni saqlanqil bo'ladi. Balkim kelgusida odam bedeniga paydo bo'lgan ba'zi bir revmatizm, rak yoki bo'lmasa qand shakar kasalliklari deganlardan oldini olishi yoki bara ozayishi mumkin. Dastlabda professorning boshqalar qat'iy to'g'ri tushunmagan, ilmiy maqolasi rad qilingan, tadqiqotga ketgan mablag'mi to'xtatilgan, biroq u qiyinchilik oldida tiz pishmagan. Uningga eng cho'ng madad bergan odam bo'lsa, dal uning ayoli edi. Doim uningga madad beradi va turmushga qo'llab-quvvatlaydi. Hatto kechasi uning bilan birga tadqiqot o'rnida bo'ladi. Uning muvaffaqiyatining siri bak oddiy. Boshqa qilishni to'xtatgan joyda u 20 yil davom qildi. Boshqalar bir necha oy qilib natijasini ko'rmagan, bezor bo'lgan. Hattoki to'xtagan yo'lda davom qildi. Odamlar uni vaqt isrof qilguvchi yoki cho'ng ahmoq deb masxir qilgan bo'lsa-mu, u hamisha sabr qildi. Natijada yillar o'tib boshqalar masxir qilgan odam eng oxirida kuldi. Nobel mukofotiga erishdi. Bu yerda bu odamda bo'lgan ko'z qarash va sabrchanlik haqiqatan oddiy odamlarda qila oladigan ish emas edi. Yaponiyada nurg'un olimlar butun umrini birla tadqiqotga bag'ishlaydi. Ular beshini ko'tarmay shu yo'lda oxirgacha mangdi. Bundoq turgunlik va samimiylik Yaponiyada nurg'un sohalarda bayroqdorlik kishilarni barpo qilgan. Menmi Yaponiyada nurg'un mushunaq kishilarni ko'rman. Ular nurg'un yillardan buyon faqat birla ish bilan mashg'ul bo'ldi. Dal mushunaq izchillik turmushda nurg'un qulayliklarni olib keldi. Sakaguchi professorning bu yangi bayqishi hozirgi meditsinada zo'r ta'sirlarni ko'rsatmoqda. Rak kasali oldini olish va immun kasalliklarining har xil oldini olish sohalarida turkumlar tadqiqot qilinmoqda. Bu nazariy bilim emas, balki haqiqiy turmushimizda yuz berayotgan tibbiy mo'jiza. Yaponiyaning yildan-yilga oshayotgan Nobel mukofoti faqat talant egalarining ko'p bo'lganligidan emas, balki Yaponiyaning olimlarga bergan vaqt va bo'shliq bilan haqiqiy ijodiyat va insonlarga foyda keltiradigan tadqiqotni davom qildira oladiganligi uchundir. Nobel mukofotining asosiy qimmati ijodiyat va insonlarga foyda yetkazishdir. Ammo bugungi jamiyat bakla tashqi ko'rinishga berilgan. Har kim tez pul tepish, tez nom chiqish ko'ydilir. Aslida dunyoni o'zgartiradiganlar, sabr qila oladiganlar, yolg'izlikqa chiday oladiganlar, tinch kuch bilan olg'a manglaydigan turkin kishilardir.